Hozirgi kunda O'zbekistonda Xayrulla akani tanimaydigan odam bo'lmasa kerak. O'sha Rossiyadagi yosh bolachani qutqarib qolgan inson. Nafaqat yosh bolachani qutqarib qoldi, balki Rossiyada ishlayotgan minglab vatandoshlarimizni ham qutqardi deb aytsak bo'ladi. Sababi bilasizlar, Rossiyada ozgina migrantlarga nisbatan munosabat yaxshi emas edi, lekin akani shu qilgan ishidan keyin ancha iliqlik paydo bo'ldi deb hisoblayman. Lekin ayrim kommentatorlar va video ishlaydiganlar akani olib chiqqan blogerlarga nisbatan ozgina hate qilyapti. Ularni prosmotr ishlashda, hype qilishda ayblayapti. Lekin bu fikrlarga men qo'shilmayman, sababi o'sha blogerlar, o'sha Iskandar Makedonskiy bor edi, yana bir tish doktor akamiz bor ekan. Agar shular bo'lmaganda aka bu darajada mashhur bo'lmasligi ham mumkin edi. Qolaversa videolarda ham ko'rdim, akaga qo'ldan kelgancha ular ham yordam berishdi. Akani o'zi ham buni ta'kidlayapti. Shuning uchun kelinglar, haligi ro'za oylarida dedi-ku, bunaqa heytlar qilmasdan akaga omad tilaylik, O'zbekistonga kelgandan keyin ham qo'llab-quvvatlashni davom ettiraylik.